Mashina narxida qo'yib beraman shuni Alisher. Mana shu qo'y narxida qo'yib beraman. Bular bonusiga ketaveradi xolos. Yoshi bu bir xil yoshi 13-14 turadi. Ko'ring. Oldilarni ham bitta ko'rib oling, akalar qo'chqardi. Buzuvaradi incha-incha. Hay taraflarda Alisher arzon qilib qo'yib beramiz obunachilarga. Hurmatli tomoshabinlar, qo'chqarni chertib zo'ridan olaman degan ko'kalarimizga akalar, mana yana akalar optimchilarni qo'rasiga akalar qo'chqarni liderlari keldi. Akalar o'tgan safargi video syomkamizda akalar mana shunaqa qo'chqarlar akalar talamosh bo'lib sotilgan. Xudo xolasa mana bu video syomkamizni ham e'tibor bilan ko'ring. Xudo xolasa sizga bugun qo'chqarni zo'rlarini ko'rsatamiz akalar. Like arsa aka video boshidan like bosib qo'ying. Assalomu alaykum hurmatli Chorva bozori YouTube kanali qadrli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan birodarlar, aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa haftaning payshanba kuni Hayit Arafa kun barchangizga, barcha musulmonlarga qutlug' bo'lsin, muborakbod bo'lsin deya biz video syomkamizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Ya'ni Foziljon akamizni qo'ralariga akalar keldik yana. Xudo xolasa Qo'chqarda akalar zo'rlardan kelgan, toza hisor akalar. Yungini oldirib, tayyor qilib qo'yilgan. Ko'ryapsiz aka, badani ham semiz akalar. Video syomkamizda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, lekin akalar Qo'chqarda aka tepasiga kelib bitta ko'rish kerak akalar. Qo'chqarda haqiqatan liderlardan. Akalar yo'g'on, katta, tanali, korpusli qo'chqarlar. Xudo xolasa keling, yaxshi Foziljon akamizdan ma'lumotlar beraylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Hammani Hayit Arafa bilan tabriklayman. Alisher qo'ylari zo'ri keldi. Like-ni bosib, chiroyli qilib bosib tursin. Xudo xolasa yaxshi qo'yib beramiz aka. Zo'r qo'ylar, narxini ham qulay qilib beramiz. Qo'ylar o'zi ham zo'r Alisher. Mashallah. Xudo xolasa obunachilaringizga yetadi. O'tgan safar yetmay qolgan obunachilaringizga xudo xolasa yo'lini qilib beramiz. Foziljon aka mana video boshida aytib ketaylik. Aka bu uncha-muncha Hayit marosimlarga bo'lsa ham yaraveradi aka. Bemalol Alisher hozir ham 180 kilodan tepada qo'yiladi. Xo'p, mana bu qo'yilgan senasida xolasa arziydi. Mana qo'chqonlar qarang, o'zingizdan bir uzunligini ko'ring. Badanni qarang. O'zimga ham kuchim yetmayapti jonivorlar. Endi hali yunga olinib, haligi bir xil ko'rinib qolish metr desang. Bir metrlab ketaylik, bitta katta, bitta kichikroq qilib. Qo'lingizni qo'ymay turavering. 85 atrofida ekan. Shunaqa 90 ga yaqinda qo'yiladi. Uzunligini ham qo'ymadingizda. Aka uzunligini ham ber. Juda uzun qo'ygan. Meni ham juda surib beryapti jon. 95 sm, 95 ham kelar ekan. Uzunligi uzun ekan lekin akalar, mana qo'chqarni ko'ring. Bular ikki o'tganmi aka? Yo'q, qo'zi hali. Nechta soni buni? Soni 9 dona. 9 ta akalar mana. Hammasi o'zi bir xil deganda, bir xil terilgan. Bu 80 kg ustimi hammasi? Ha, 80 kg usti veslarigan. Janovarlar, voy mashallah. Bitta yarim tashini kichikroq saloni kashlani kelmasa, sifat yaxshi ekanligini balandroq, ha. Sifatlari ham hozir mana bu holatdagi yunga olinmagan holatni ko'rgan bo'lganingiz akalar, lekin boshqacha ekan ekan. Akalar baquvvat, ikkisiga yaqin. Menimcha 12-13 oylik atrofida bo'lsa kerak. Shunaqa, 13-14 atrofidagi qo'y. O'zi chiqarishga keldi-da qo'ylar. Qurbonlar akalar 14 oylik atrofida tish buzoradi aka. Tishini buzib, tish chiqaradi. Qurbonlikkacha ham boqib turaman degan ko'kalarimizga yaxshi tanlov sizga akalar. Foziljon aka, bundan keyingi ham hali partiyamiz ko'p. Hali o'tgan safar chiqarib berganingizda aka noyoblarni ham chiqarib berdingiz. Bu safar ham bir sariq bor, hammasidan bor. Urug'liqqa ham, shu sarig'idan ham bor. Bo'g'oz qo'yimiz ham bor 5 dona. Videoni oxirigacha ko'rib tursin, xudo xolasa yo'lida qilib beramiz. Qo'chqarlar ko'ring aka. Hammasi bir xil ekanda, bir kishi bir joyga olib qo'yadigan qo'chqar ekan akalar. Qurbonlikkacha emlasa, xudo xolasa $1000 dan bo'ladi qo'chqarlar. Inshaalloh. Qo'chqar yaxshi ekanligi. Aka, qancha deymiz buni? Yeb turgan ikki mahal. Pul narxini ma'lishi, narxini yo'lida qilib beraman. Foziljon aka bir ashi obunachilarimizga bir kelishtirib, bir go'shoq to'g'ri keladigan qilib bir qo'yaylik aka. Hammaylar go'shoqqa bemalol qo'chqarlar to'g'ri keladi. Qo'chqarlarga 9 tasini bir joyga ayting aka. Alisher bir joyga olsa 7 dan berishsin. 7 million. Ha, 7 milliondan 9 tasini olganga. Lekin aka, mana bu yaxshi kunda turibmiz aka. Telefon qilsa aka ish bitadi. Telefon qilsin, obunachilaringizning ishini hammasini qo'ldan kelganicha bitirib beramiz. Bitadi, xudo xolasa. Ammo qo'ylar zo'r. Kilosiga ham, o'zi ham, badani ham hammasi semiz. Birorta og'rig'i yo'q. Hozir ham so'ysa 50 kilodan tepada go'sht qo'yiladi. Mana akalar, Qo'chqarda xolasa tavsiya qilaman akalar. Mana shu holatda akalar kami xayri bo'ladi. Обязательно buni telefon qilib
Bitta olasizmi, ikkita olasizmi aka? Lekin qo'yda uzunligi yaxshi ekan-da, lekin qo'chqorlar. Vesiga yarasha harakati ham zo'rda Alisher qo'yiladi. Qarang, Harakati bu yaxshi joyda ekan lekin. turib qolmagan qo'ylar. Oyoq qo'lida bir nuqson yo'q ekan. Yo'q, hech qayerda nuqson yo'q. Yaxshi ekan lekin qo'chqorlar. Nuqsoni bo'lsa o'zimga tan joyida qoladi. U chiqarmaymiz videoga. Hurmatli tomoshabinlar, xudo xolasa mana qo'chqorlarni qiziqqan ko'kalarimizga bir tavsiya qilaylik, bir maza qilib boqishsin. Kami bo'ladi aka, telefon qilavering, Optimga chiroyli qotib beriladi akalar. Hop, bitta ikkitaga kelishadi fozil aka. Ha, bitta ikkita olingan, kelishamiz holatiga qarab. Bo'laveradi. Optimga olsa yo'lida qilib o'tib beraman men. Yashang. Hurmatli tomoshabinlar, bo'lmasam biz akalar keyingi partiya qo'chqorlarimizni ko'ramiz akalar. Shu videoda zerik qolmasliklaring uchun qisqa ma'lumotlarni beramiz sizga. Bitta like bosib qo'yasizlar akalar. Mana shu orasida bitta like bosib akalar kommentariyaga ham o'z fikrlaringizni bildirib ketasizlar akalar. Keyingi partiya qo'chqorlarimizni ko'ramiz bo'lmasam akalar. Har bir obunachilarimizga inshaalloh nasib qilsa akalar shunaqa qo'chqorlardan boqish. Mana akalar, 2 dona ishqivoziga so'raganlarga xolasa buni ham narxini yengil qilib beriladi akalar. Foziljon aka, bu ikkitasini nima deymiz aka? Yosh qanaqa bulardi? Yoshi bu bir xil yoshi, 13-14 oylar. Alisher 13 oylik atrofida, ha. Inshaalloh, ikkitasi ham bir xil ekan. Bir xilda, ikkalasi ham mashq qo'ylar bo'laveradi bemalol. Buni aka so'ygani ham, ulug'liqqa ham. Xolasa so'ygan olsin aka, xolasa nimasi bo'ladi? Urug'likka olaman degan ko'kalarimizga ham tushaveradi akalar. Hamma variantiga to'g'ri kelaveradi. Ko'ryapsiz aka, qo'chqorda belini shu yangda bitta qo'chqorni. Mana ushab ko'rsatib qo'yilgan jonivorlar. Mana akalar. Belini qarang. Buni kelib turib, mana beliga ham qo'lini qo'y. Ko'pchilik beliga qo'lni qo'yib ko'radi akalar. Qo'ydi qarang. Mana akalar. Hop, belim suyagan baquvvat ekanda. Qo'yladi. Jonivorlar yaxshi ekan lekin. Arziydi. Foziljon aka, o'ylar ham shu 85 atrofida mi? Ha, 85 atrofida bular. Qancha bu ikkita jupi? Jupigami? Ha. Bo'ladiganini aytaymi? Bo'ladigan summasi qancha? 15 million qo'ymoqchi edim Alisher. 14,5 ga ikkalasini dastlabga qilib beraman. Agar telefon qilsa ish bitadi. Ish bitadi, telefon qilsin. Mana akalar, xudo xolasa ishqibozlar bo'lsa akalar, kam xayri bo'ladi. Telefon qilavering, past raqamlar qo'yib qo'yamiz. Bundan keyin qanaqasi bor aka? Urug'liqqa qo'ylarimiz bor, qo'chqorimiz bor, bo'g'oz sog'lig'imiz bor. Bo'ldi. Keyingi partiyalarga yaxshisi bor, videoni oxirigacha ko'rasiz. Xudo xolasa bundan keyingi partiyalarimizga ham e'tibor bilan ko'ring. Qo'chqor juda ham go'zallari chiqadi, polvoni chiqadi. Hop, lekin aytilgan narx muhim emas akalar, kam xayri bo'ladi. Ishqiboz bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Hop, keyingi partiyalarimizni ko'ramiz akalar bo'lmasa. Mana akalar, 2 dona qora marjonidan akalar, yaltirashni ko'ring. Buni uzunligiga e'tibor bering akalar qo'ydi. Qo'ydi akalar uncha-muncha mana bu gazi ham xolasa rol o'ynab qo'yadi bu qo'ydi. Ha, gazi endi Qo'chqor turishini qarang. Uzunligini ham qarang, hali qo'zi bular. Hali qo'zi holatda. Ha, hali qo'zi. Bu ham o'sha 13 atrofida aka. Ha, 13 atrofida. Bo'ylari dadil ekan lekin ha. Ha, dadil ekan. Mana bitta o'lchab ham qo'yamiz uzunliklarini. Alisher quloqlari ham butun. Mana janavar turishni qarang. Bo'yi ham 90 chiqaversa kerak bemalol. Xotirjam 90 santimetr ekan. Bitta uzunligi ham qo'ying. Uzunligini ham o'lcha. Mana akalar. Chechak ham metr ekanda. Shunaqa. Bunisini ham o'lchab qo'y. Apki unisini ham. Bayroqqa apki. Mana, qarang. Mana akalar. Bu ham shunaqa Alisher 90 atrofida. Qani? Hop, bu chechak ham ekan lekin. Shunaqa. Mana buni uzunligi ham. Mana junini qarang. 90. Ponni kashdan toza simjun qo'zi. Yeni ham ikkalasiniki bir xil mashq qarang, ozgina mantrobga olingan. Bunisi ham? Ha. Mana akalar. Hop, Foziljon aka ikkitasini. Nima deymiz narx-navosini? Alisher buni ikkalasini Ash bir joyga kelishtirib ayting ikkitasini. 16 qilib berishsin, 16, 8 dan. 8 milliondanmi? Lekin kami bo'ladi. Kami bo'ladi. Endi Foziljon aka bunday narsada hozir mana bu qo'yilayotgan narx baribir obunachilarimiz telefon qilib buni kamini so'rashadi aka. Aha. To'g'risi gap. Telefon qilsa kamini qilib berasiz. Telefon qilsin, mayli xayrini qilib, chiroyli qilib jo'natib beramiz. Toshkentgacha dastlabkasi. Ichida akalar jo'natib beriladi. beriladi. Pul o'zi bilan ketadigan vaj bo'ladi, xudo xolasa. Ishqibozlar bo'lsa aka aloqaga chiqing endi aka. Dastavkasi ham besplatniy, kami xayri bo'ladi. Ishqibozlarga tavsiya qilamiz. Bundan keyingi akalar
yaxshi qo'ylarimiz bor. Video semkamizni oxirigacha e'tibor bilan ko'rib turing akalar. Keyingi partiyalarimizni ko'ramiz. Hurmatli tomoshabinlar, mana bu bo'g'oz so'liqlarimiz akalar, mana. Hisorini yaxshisidan so'ragan ukalamizga o'zi mana ochiq badanni ko'rib turibsiz. Mana bu yelini oldirib tashladik Alisher, junini ham shu ochiq badani ko'rinsin deb. Qo'ydi badanini ham qarang, hammasini jonivorlarni yelkasini ushlab ko'ring, javohirashini ham olib kelgan. Mana bo'y bittasini akkilo. Jonivorlar silliq bo'lib qopti-ya. Mana qarang. Qo'ldan chiqib ketadigan. Ammo tagi ham naq, tishlari ham yoshda qo'yiladi, mana qarang. 4 tish qilich. Qilich tishlari ham hammasini. O'zi mana buni tagi ham bilinib qopti. Hammasi butun. Bittadan da xohlasa chiroyli qo'chqor tug'ib bersa, baxti, maza qilib uyiga qo'y to'lib ketadi. Yelillari tashab qopti hozir aka. Ha, yelillari tashayotibdi Alisher. Mana akalar, soni 5 dona ekan. O'zi ko'rinib turibdi akalar. Xudo xolasa mana shu 5 tasi 2 4 tish bor ekan aka. Ha, 2 tish 4 tish qo'ylar. 2 tish 4 tish. Ikkinchi qoringada. Mana aka. Asosisi. Yelini ham ko'ring aka o'zi. Yelillari ham tashlab qopti lekin. Ishqivoziga beramiz buni ham. Narxini yo'lida qilib, aka qancha bundan? Ulug'oyan kunlar, Xudo xolasa ulug'oyan kunlarda haytarapalarda Alisher arzon qilib qo'yib beramiz obunachilaringizga. Bo'ldi, aka qancha qo'yib beramiz mana? Kelishtirib ayting. Alisher buni 8,5 9 yo'q. Buni bo'ladigani Toshkentgacha dastlabkasi bilan 7,5 dan bo'lsa, bir joyga bo'lsa qilib beramiz. 7,5 million so'mdan. 7,5 million so'mdan. Akalar, ishqivoz bo'lsa, Xudo xolasa aloqaga chiqasizlar akalar. Sog'liqda endi bitta yoniga qo'z tushib qolsa aka, o'zingiz bilasiz aka. Xudo xolasa sog'liqda barakasi bor. Xo'p, 7,5 million so'mdan ozmoz o'tadigan joyi ham bo'ladi hozir aka. Alisher, mayli telefon qilishsa o'tib beraman. Bo'ldi. Hurmatli tomoshabinlar, telefon qilsalaring kami xayri bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Pastda raqamlar qo'yib qo'yamiz. Like bosib, yaqin do'stlarga jo'natib qo'yasiz akalar. Keyingi partiya qo'ylarimizga qanaqasi bor aka? Qo'chqarimiz bor. Bo'ldi, yana qo'chqarimiz bor, shularni ko'ramiz aka. Videoda oxirigacha ko'rib turinglar. Ikki partiya puli yengil qo'chqarimiz ham bor, yana yungiga olinmagan toza hisor qo'chqarimiz bor akalar. Hurmatli tomoshabinlar, mana akalar keyingi partiyamizga rosa boqmoq qo'zilardan akalar. Go'sht yo'nalishiga boqishga, xohlasa narxi ham juda ham arzon bo'ladi akalar mana shu qo'zilarni. Hozir aka nechta buni soni? 6 dona Alisher bular. O'zi 6 ta ekan, bir kishilik ekan xohlasa. Zo'r qo'ylar, bir kishini qo'y, maza qilib boqadi. Yeb ichishi ham o'ta zovut qo'yiladi. Yeb ichishi o'zi ko'rinib turibdi akalar. Hammasi Xudo xolasa garantiyasi bor. Yungini olib tayyor qilib qo'yilgan, ochiq badanni ko'rib turibsiz akalar qo'zilarni. Bitta rashi aka kattaroq bor ekan, ha, kattarog'i bor, bir dona kichikrog'i bor. Ha, yopib ketaveradi. Ha, shuni bir-birini mashi ikkalasi yeb ketadi. Mana mashi qo'y o'zi 5,5 million, 6 million so'mda. Alisher ashini olgin, nargisini, kichkinani, eng kichkinasini olgin. Mana shuni mashin narxida qo'yib beraman shuni Alisher. Mash qo'y narxida qo'yib beraman. Bular bonusiga ketaveradi xolasa. Qancha aka narxi? Narximi? Ha. 4 million 700 ming so'mdan olsin. Toshkentgacha dastlabki. 47 dan, dastlabkichida. Dastlabkichida. Mana akalar 4 million 700 ming so'm mana shu haqiqatdan kichinasini. Shu kichinasini ham o'zini 47 olaveradi xolasa. Xudo xolasa akalar tavsiya qilaman. Mana o'si bor ekan akalar, uzun. Qo'y mana haqiqatdan akalar 5 milliondan ustida sotiladigan qo'chqor ekan. Aka o'zi 6 dona ekan. Bir joyga olib qo'ying. 4 million 700 ming so'mdan aka. Xudo xolasa qo'y uyingizga borib, yaxshi yeb ichib tursa aka, pulingizga pul qo'shadigan paytga keldi mana shu qo'chqorlar. Bu menimcha aka 8-9 oylik atrofida. Shunaqa 8-9 oylik. Endi kichkina 8 desak, baland endi 10 oylikgacha. 10 oylikgacha. Xudo xolasa ishqivoz bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar aka. Pastda raqamlar qo'yib qo'yamiz. Undan keyin ikkita yaxshi qo'chqorimizda shuni ko'rsatib qo'yamiz aka sizlarga. Hurmatli tomoshabinlar, mana shu ikkita qo'chqorimiz akalar bitta yaxshilab e'tibor bilan ko'ring. Mana bu ko'zlarini ham ko'ring aka, kallalarini, rangi svetini ham ko'ring aka. Mana polvon. Junini ham qarang, jonivorlarni. Oldi ham yaxshi ekan ham mashq qo'chqorlarda. O'ta zo'r. Urug'likka bemalol tavsiya qilaveramiz, Alisher qo'ydi. Mana akalar, qo'zimi hali bu? Hali qo'zi. Hali qo'zi ekan akalar. Lekin juda polvon qo'y ekan. Bitta haydab beringchi, oldidan bitta ko'raylikchi. Mana akalar. Ko'ring. Oldilarni ham bitta ko'rib oling akalar qo'chqorni. Buzuvaradi inchamcherda. O shlaka blogimizni ham buzuvaribdi bu ekalasi. Jonivar yaxshi ekan lekin. Yeni ham bir xil. Nasllikka boqaman degan ukalarimizga yaxshi qo'chqor ekan akalar. Mana hisorini yaxshi 2 dona zo'ri kelib qoldi akalar. Buni endi Alisher mononi ushadiku, aliginda 2 ta qo'y ko'rsatdik-ku. Ha. Bundan oldingi partiyasida 2 ta urug'likka. Ash qo'y bilan to'talasi bu bitta. Mana yeni bir xil. Bir xil, ha? Bir xil yeni. Mantropga ash 4 ta juni olingan. Uni shogird junini oldirib qo'yibdi-da, junini oldirmagin desam, sim juni ham. Bundan ortiq yaltira ko'rindi. Korpusi ham yaxshi ekan, tanasi ham, ha? Qarang qo'zilar. Endi buni aka qarang.
Bitta shu ikkita jupini qancha deymiz narxini? Jupini Alisher Endi to'g'risi aka buni nasllikka deb aka mana internetda ham ko'rishayotgan bo'lsa kerak. Bunaqa qo'y asosan shu Asror Donayev chiqaryapti kanalida. Shunday. 8,5 million, 9 million kerak bo'lsa-da endi. Bu narxlarni qilishmasu. Aka bir joyga sal kelishtirib bersangiz bir kishi olsin aka. Alisher buni 9,5 yo'q. Buni ham bo'ladigan narxini 16,5 million so'mga dastlabga qilib beraman Toshkentgacha. 16,5 million. 16,5 million so'mga. Qanchadan bo'ladi shunda? 8 million 250 mingdan bo'ladi. Telefon qilsa ish bitar ekanda aka. Telefon qilsa ish bitadi. Bundan oldin shu ikkita chiqardik-ku junini olingan. Ha. Shuni ikkalar to'rtalasi bitta odamni qo'yi. 4 dona. Vallahi. Va xolos o'zi ranglari ham aytib turibdi. Ishqibozi bo'lsa aka aloqaga chiqavering aka, past raqamlar qo'yib qo'yamiz. Aytilganlar muhim emas akalar. O'tib beriladi. Like bosib, akalar kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib qo'yasiz akalar. Manzilimizni bir qator eslatib qo'yamiz. Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'i akalar. Bugungi kun hammangizga xayrli bo'lsin, qilayotgan ishlaringizga, chorvangizga Alloh taolo barakasini bersin. Keyingi syomkalarimizni ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.